Assalomu alaykum. 26-aprel Xalqaro veterinariya kuni munosabati bilan universitetimiz professor o'qituvchilari va talabalar o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma olib boramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu Nega alaykum. veterinariya kasbini tanladingiz? Bu kasbga nisbatan o'zgacha mehrim bor. Juda yaxshi ko'raman bu kasbni. Shuning uchun tanladim. Nega veterinariya kasbini tanladingiz? Veterinariya faqat hayvonlarga emas, balki odamlar va atrof muhit salomatligi uchun ham zarur soha hisoblangani uchun bu sohani tanlaganman. Hayvonlarga qiziqqanligim uchun. Rahmat. Men bu hayvonlarga yaxshi qarash, qishloq xo'jalik mahsulotlarini xalqqa yaxshi yetkazib berish maqsadida veterinariya kasbini tanlaganman. To'g'risini aytsam, veterinariya kasbi men uchun shu darajada muqaddas kasbki, u bizning qonimizda bor. Bizning sulolamiz hammalari veterinariya vrachlari. Eng birinchi katta e'tibor qaratganimiz veterinariya vrachi insoniyatni davolaydi. Tibbiyot vrachlari esa insonni davolaydi. Ana shuning uchun ham bu kasbga meni mehrim nihoyatda qattiq tushgan. Veterinariya kasbini tanlashimga sabab bolalikda bo'lgan meni qiziqishim sabab bo'lgan. Veterinariya kasbini sharafli kasb ekanligini mana 37 yildan beri mana shu kasbda ishlayman. Shu kasbim orqali el orasida obro' e'tibor topdim. Barcha el yurtda xizmat qilayotgan veterinariya mutaxassislarini, veterinariya mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha dars berayotgan barcha olim va vazirlarni hammasini veterinariya kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Doimo sharafli kasbimizda sharafli insonlarning xizmati doimo el ardog'ida bo'lsin. Rahmat.